Davom etamiz. Surxondaryo viloyati sudlari mutasaddilari tomonidan viloyatning barcha hududlarida istiqomat qiluvchi fuqarolarning sud huquq sohasidagi murojaatlarini tinglash, bu borada dolzarb masalalarni o'rganish va ularni hal qilishga qaratilgan sayyor qabullar o'tkazib kelinmoqda. Jarayonlardan muxbirimiz xabar qiladi. Mumkin muddat ichida agar lozim topsangiz rasmiylashtirib jo'nating. Tan olib aytish kerakki, aholi o'rtasida sud huquq tizimida ham yechimini kutayotgan masalalar ko'p uchraydi. Mazkur muammolarga yechim topish esa soha mutasaddilari oldida turgan muhim vazifalardan biridir. Termiz shahrida joylashgan Surxondaryo viloyati xalq qabulxonasida o'tkazilgan sayyor qabul ham ayni shu mavzuga qaratilgan. Unda viloyat sudlari mas'ullari tomonidan aholining sohaga doir murojaatlari tinglandi. Boshlaymiz. Kimda qaysi yo'nalishda agar murojaat bo'lsa, men fuqarolik bo'yicha qabul qilaman. Sayyor qabullar mutasaddilarni xalq bilan yanada yaqinroq bo'lishga, dardu tashvishlarini yaqindan o'rganishga zamin yaratadi. Huquqiy maslahat berish orqali ham yaxshi natijaga erishish mumkin. Bu yerda o'chgan bo'lsa, yana bir boshqa joyda vaqt qo'ygan bo'lishi mumkin. Jarayon davomida 20 nafar jismoniy va yuridik shaxslar 30 ga yaqin turli masalalarda maslahat va ko'mak so'rab kelgan bo'lsa, ularning 12 tasi jinoyat, 6 tasi fuqarolik ishlari bo'yicha, 2 tasi esa ma'muriy sudlarga tegishlidir. Muqimiy ko'chasida joylashgan 11-sonli uyda Allaberdi va Ziyodadan sizni foydangizga olib berish belgilangan ekan. Uchrashuv davomida qayd etilgan murojaatlar yuzasidan jinoyat ishlari bo'yicha Termiz shahar sudida sayyor sud majlisi ham o'tkazilib, bir qator materiallar ko'rib chiqildi. 3 nafar mahkum Jinoyat kodeksining 73-moddasiga asosan muddatidan ilgari shartli ozod qilindi. 6 oy muddat. Qabul natijalariga ko'ra 14 nafar fuqaroning murojaatlari shu joyning o'zida tegishli tartibda ijobiy hal etildi. Bir nafar vohadoshimizga arizasi bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Oliy sudiga kassatsiya shikoyati bilan murojaat qilish huquqi mavjudligi tushuntirildi. 2 nafarniki Sherobod tuman xalq qabulxonasiga yo'naltirildi. 3 nafar kishiga tegishli tartibda huquqiy tushunchalar berildi. Bu kabi sayyor qabullar Surxondaryo viloyat sudining sudyalari hamda Surxondaryo viloyat ma'muriy sudi sudyasi tomonidan belgilangan reja asosida viloyatimizning boshqa hududlarida ham o'tkazilib kelinmoqda. Sobit Qaynar, Feshquvvat Himmatov, Surxondaryodan.